Amir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda va kamdan kam uchraydigan Hyundai Liber Pro varianti okalar ko'rishingiz mumkin. Gruzovoy bo'ladi. Xo'p, dizelda harakatlanadi. Kraska holati, orqa pritsepida bor ekan. Bag'lar top-toza. 2002-yil, atigi 197 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Balonlari zo'r holatda turibdi. Eng qiziq tomoni menga salon yoqdi okalar. Saloni keng. Salonni ichi ideal holatda turibdi. 197 ming probeg ko'rishingiz mumkin. Ko'jalar ham urinib ketmagan ekan, polli solingan, daji konditsionerlargacha ham bor ekan. Mashina xullas olib maza qilib minasizlar. Hyundai Starex motorda bo'ladi okalar. Motorga xullas hozir dizelda harakatlanadi. Gaz balon uстановка qilsa ham bo'lar ekan. Orqa tomonlar ham zo'r holatda turibdi. Egalarining o'zida 50 partiyada sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Texnik tomonlama ham hech qanaqa muammolar yo'q ekan. Narxini okalar sizlar olib maza qilib minishinglar uchun $7350 baholandi. $7300 ga Hyundai Liber Pro varianti. Telefon qilib bari qilishingiz